Assalomu alaykum aziz muxlis. Maduroni ozod qiling. Putin Rossiyaga AQShga talab qo'ydi. Rasmiy Moskva AQShni Venesuela prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqirmoqda. Bu haqida bayonot Rossiya Tashqi ishlar vazirligining saytida e'lon qilindi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Qo'shma Shtatlarda hibsga saqlanayotgani haqidagi tasdiqlangan xabarlarni inobatga olgan holda biz Amerika rahbariyatini ushbu pozitsiyani qayta ko'rib chiqishga va suveren mamlakatning qonuniy saylangan prezidenti va uning rafiqasi ozod qilishga chaqiramiz. Biz Qo'shma Shtatlar va Venesuela o'rtasidagi mavjud muammolarni muloqot orqali hal qilish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaymiz, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, 3-yanvar kuni Venesuela poytaxti Karakas shahrida kamida 7 ta portlash sodir bo'ldi. Portlash tovushlari shaharning turli hududlarida, shuningdek Simon Bolivar nomidagi Maykets aeroporti va La Guaira porti atrofida ham eshitilgan. Keyinroq Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro AQShni Venesuelani bombardimon qilishda ayblab, BMTning favqulodda yig'ilishini yig'ishga chaqirgan. Shundan so'ng telekanal AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuela hududidagi qator obyektlarga, jumladan harbiy nishonlarga zarba berish buyrug'ini berganini ma'lum qilgan.